Bu Elaterium cardamonum deyiladi. O'zimizdan tilda kardamon. Bu esa o'sha kardamondan shifobaxsh damlama, juda ham zo'r damlama hisoblanadi. Endi bu kardamon asosan bitta sistema, nafas olish sistemasini o'pkadagi ikkita eng yirik kasalliklar. Birinchisi bu bronxial astma va ikkinchisi obstruktiv bronxit. Tez-tez o'pkasida shamollayotganligi yoki anu chekuvchilar bor, ertalab turib balg'amini tasholmay o'pkalarni pastida barcha bronxlar yopilib qolgan paytlarda juda ham zo'r bo'shatib beradi bronxial sistemani. Diqqat bilan ko'rib, yaxshilab saqlab oling. Shunday zo'r damlama tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Kerak bo'ladi 5 dona kardamon, yarim choy qoshiq asal va 200 ml sut. Birinchi sutni pishirib oling, ikkinchi bo'lib kardamonni qovunchida maydalab oling. Uchinchidan pishirilgan sutga yarim choy qoshiq asalni solasiz va mayda qilib maydalangan kardamonni soptirib, yaxshilab aralashtirib olsangiz bo'ldi. Bu damlamani ichilish tartibi har kuni kechasi bir mahal ichib yotasiz bo'ldi. Davolanish kursi 1 oy. 15 kunda o'pkalaringizdagi barcha balg'am bormi, hamma narsa pastdagi bronxlaringiz ochiladi. Juda ham zo'r va yengil nafas olishni boshlaysiz. Albatta, like bosib, mana shunaqa chekuvchimi yoki o'pkasida kasalligi bor tanishilarga jo'natib qo'yasiz. Sizlar bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.